Qaysi klubga muxlislik qilayotganingiz sizni qaysi milliarder bilan bog'lashini bilarmidingiz? Dunyoning eng boy odamlari, ular faqat pul emas, klub tanlashda ham kuchli didga ega. Futbol ishiga obuna bo'lib qo'ying, sababi biz 40 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Jeff Bezos, Amazon imperiyasi egasi, u qaysi klub muxlisi degan savolga Angliyaning Manchester United klubi deya javob beramiz. Elon Musk Marsga uchib u yerda yashash istagida, ammo yuragi Londonning Arsenal klubi bilan qoladi. Mukesh Ambani Osiyoning eng badavlat odami, u esa Yurgen Klopp yuragi bor inson Liverpoolni sevadi deganidek, yuragi bordirki bir necha yillardan buyon Merseyside klubi muxlisi hisoblanadi. Bill Gates texnologiya olamidagi daho, u Kataloniyaning Barcelona klubi muxlisi bo'lgan. Aslida O'zbekistonda tug'ilgan, ammo Rossiya Federatsiyasi fuqarosi milliarder Alisher Usmonov ham Elon Musk kabi Londonning Arsenal klubi muxlisi hisoblanadi. Hattoki u bir necha yil mobaynida ushbu jamoaning aksiyadori ham bo'lgan. E'tibor bering, bu shunchaki futbol emas, bu millionlar, balki milliardlar o'yini. Eng band va ish ko'zini biluvchi insonlarni ham bir nuqtaga qaratib qo'ya oladigan yagona sport turi. Izohlarda siz qaysi jamoa muxlisi ekanligingizni yozib qoldiring, chunki siz ham kelajakda milliardlar egasi bo'lishingiz mumkin.